Vay ya! Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımız başlaymış. Leksiya da Sadakacı Rozi. Washington'da sözlüyümüz. Bugünkü sağa 2026 yıl 5. ayının 19. günü vatandaşa. 5. ayının 19. günü. Vaziyet doğrusu gep alsak, Prezident Donald Trump, Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Türkilletin İran hükümeti kartamındak dedi. Yani mavzumundak. Yılla yüz vergen iş. Prezident Donald Trump qattiq gap qildi. Mavzuli xabar 5. ayının 18. günü Belbitor bütünü ilan qilindi. Xabar bundoq başlandı. Amerika-İran söhbəti qatmal holatga tushib qolganda Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump 5. ayının 18. günü Qatar, Saudiya Arabiston qatorliq davlatlarning taklifiga moslashib Amerika armiyasining İran'a tushirgan İran'a et hücum qiladigan buyrug'ini ve planını kechiktirishga, yani planını kechiktirib icra qilishni qaror qildi. Biroq agar qabul qilishga bo'ladigan kelishim hosil qilishga bo'lmasa, Amerika bilan İran o'rtasida Amerika armiyasi ko'rsatma bo'yicha İran'a hücum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump İran'a ogohlantirish berib, agar Tehron tez vaqt ichida Amerika bilan kelishim imzolamaydigan bo'lsa, ularning, ya'ni İranning kelgusi bo'lmaydi deb ko'rsatdi vatandaş. Bu bir yangi vaziyat hozir qilib İran Amerika munosabatidagi yangi vaziyat, yangi o'zgarish. Prezident Donald Trump İran to'g'risida va kelishim imzolash to'g'risida haydakchilik qilib, yuqoriga ogohlantirish berdi vatandaş. Endi sizlarga so'zlaydiganimiz bunda qildi vatandaş, bunda qildi. Kreml sarayı avval xabar tarqatib bunda ko'rsatdi. Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin 20. günü Cumhuriyet Reisi Xi Jinping bilan suhbat o'tkazdi. Mavzuli xabar 5. ayının 19. günü Belbitor bütünü ilan qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin 5. ayının 19. günü kechki ziyorat uchun Beijingga yetib keldi. Cumhuriyet Davlat Reisi Xi Jinping ata 20. günü Prezident Vladimir Putin bilan Prezident Vladimir Putinni qarshalash murosimi o'tkazdi. Murasimdan keyin ikki davlat rahbarlari suhbat o'tkazdi. Ikki taraf munosabatidagi eng muhim va eng sezgir masalalarni muhokama qildi. Bu ishga so'zlaysangiz bo'lsa, eng muhim va eng sezgir masalalarni muhokama qildi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi navbatda bundoq e'lon qildi. Xi Jinping'in taklifiga binoan Rossiya Prezidenti Vladimir Putin 5. ayının 19. günü 20. günügacha Jungo'da davlat ishlar ziyoratida bo'ldi. Kreml sarayı tashqi dunyoga xabar tarqatib bundoq ko'rsatdi.
Prezident Vladimir Putin 19. günü keşte Beijing aeroportuga yetib keldi. Beijing taraf aeroportda kutib olish murosimi o'tkazdi. Jungo Kompartiyasi siyasi büro'nun a'zosi, Tashqi ishlar ministri Wang Yi aeroportga chiqib qarshi oldi. Undan keyin Prezident Vladimir Putin Diaoyutai mehmonxonasiga bordi. Jungo'ning raisi Xi Jinping 20. günü, yani 5. ayın 20. günü Xalq sarayida Rusya Prezidenti Vladimir Putin'le qarşılash murosimi o'tkazdi. Murosimi o'tkazdi. Undan keyin ikki davlat rahbarlari suhbat o'tkazdi. Rusya Jungo munosabatidagi eng muhim, eng so'zg'ir masalalar bo'yicha muhokama olib bordi. Kengaytirilgan şekilde suhbat o'tkazish shundan keyin boshlanadi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi Prezidenti Vladimir Putinning 25. qatimliq Jungo ziyorati to'g'risida to'xtalganda mundaq ko'rsatdi. İki davlat rahbarlari ikki taraf munosabati harbiy hamkorlik sahasi hamda o'rtaq ko'ngil biladigan xalqaro va rayon xarakterli masalalar bo'yicha fikr almashtirdi. Kengaytirilgan uchrashuv yoki suhbatida vatandosh Prezident Donald Trump Jungo'ni ziyorat qilib 5 kundan keyin Rusya Prezidenti Vladimir Putin Jungo'ga ziyorat qildi. Yana bir xabarimda bu ekrandan elingan xabar juma vatandoshim. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Beijing'e ziyoratga yetib keldi. Wang Yi aeroportga chiqib qarshi oldi. Diaoyutai mehmonxonasiga kirib o'rinlashdi. Mavzuda xabar yoki mavzuliq video film 5. ayın 19. günü Zhongtian TV, yani 5. ayın 19. günü YouTube. Bu Zhongtian TV Tayvan'da bu Xitoyparast, yani komünistparast televizyon stansiyasi. Lekin ona xabarni elib sizga anlatamiz, siz qabul qilasiz, bo'ladi, qabul qilmaysiz, rad qilasiz vatandosh. Zhongtian TV degan Tayvan'da Xitoyparast televizyon stansiyasi. Amerika tanlab turdi. Bundaq belirtilmasdan Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump Beijingni ziyorat qilib, hamdala Beijingdan ayrilgan chog'da orqadan Prezident Vladimir Putin Beijingga yetib keldi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi aeroportga chiqib qarshi oldi. Xi Jinping Xalq sarayida qarshalash murosimi o'tkazdi. Jungo Rusya davlat boshlig'i suhbat o'tkazib, ikki taraf munosabatidagi eng muhim, eng nozik masalani muhokama qildi. Undan keyin yana kengaytirilgan suhbat o'tkazdi. Boshchilar o'xshash, xabar o'xshash, lekin ikki xil manbadan kelayotgan xabar juma vatandosh. Rusya emas, Sibiriya kuchi ikkinchi belgilik, ikkinchi nomerlik yoki belgilik muhokamani elib bordi. Bu Dnepropetrovsk Sibiriyadan Jungo'ga kelgan Dnepropetrovsk. Birinchi faslda Rossiyaning qanchalik neft Jungo'ga eksport qilganligini, eksport qilishning 35% oshganligini muhokama qildi. Jungo Rossiya munosabati tarixidagi yuksak seviyada turayotgan
bir münasibettir. Hazır hem de Jontian TV yüzü haber kılıp maktavatkan gep. Çünkü o Rusya münasibeti tarihteki en yüksek seviyede turvatkan münasibetler. İki devlet nurgulluğun halkara ve rayo karakterlik sahalarda birdek meydan kollanıp geldi. Özara canı can menfaat hesaplandığan meselelerde birbirine kollaydı. Cümleden devletin ilgilik hukukunu qoğdaş, hem de devletin birlikini himaye qilish jihatlarida. Rusya prezidenti Vladimir Putin ziyareti to'g'risida prezident Vladimir Putinning ziyarati to'g'ri kelgan vaqt Rusya Jungo inoq qo'shnidoshchilik hamkorlik shartnomasi imzolanganligining 25-yilligi kuniga to'g'ri keldi. 40 turli hamkorlik hujjati sanoat, qatnash, energiya qatorliq sohalarni o'z ichiga oldi va muhokama qildi. Tayvan masalasini yana balkim bu qatimqi Xi Jinping Vladimir Putin suhbatining yadrolik mavzusi deyishga bo'ladi. Prezident Vladimir Putin Jungo'ning vaziri Li Chang bilan yolg'iz ko'rishib, savdo va iqtisodiy hamkorlik to'g'risida so'zlashdi. Endilikda mushning munosabatlik ekrandagi so'z iboralarga qarang, qisqa xabarlar qarang vatandosh. Ekranda tuyuqsiz yuz bergan ish. Yuqori salopatlik prezident Vladimir Putin Buron chapqon allaqachon boshlandi. Men jumlani uzib oldiqchiman. Yuqori yuz bergan ish, yuqori salopatlik prezident Vladimir Putin Buron chapqon allaqachon boshlandi. Wu Bin Shi efendi ciddi haber. Jimjitlikning kaynida Buron chapqon allaqachon boshlandi. Prezident Vladimir Putin salopatlik yetib keldi. Hong Kong xabari torbiti 5-ayning 19-kuni YouTube vatandosh. Yana bir xabar. Prezident Vladimir Putin Beijing'de soğuk qarshi olindi. Moskva odamsiz aeroplanning hujumiga uchradi. Jungo Kompartiyasi Rossiyaning dengiz, tushish, qatnash, hamlepet liniyasidan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Rossiya Sibiriya kuchayishkinchi bu Kanaydan elindi ve boğuldu. Kim boğup taşıldı bunu? Rusya mı veya Xitay mı? Çünkü ezelden bu nipet yolu doğrusudur, bu trafik doğrusu da Rusya ile Jungo ortasında bahada kilişenmey. Elişvatkan yapardı. Demek bu katım hazırlıkça bu bahada kilişenmedi. Sibirya ikinci küçüğü nipet trafisi yani mesela var diyen yapardılar. Yani bir haber, küçük bir haber. Rusya, Jungo zaten qaysının niyeti bozuldu. Bunu yazgan kişi Wang Jilo. Yani Wang Jilo Plus Tayvan. Doğru bitti. 5-ayının 19-cü günü YouTube. Biraz hazır bu ikisinin qaysının niyeti bozuldu degende bu sohbet jarayonida bu obzorchilar nima ko'ryapti o? Şu tadqiq qilib, tahlil qilib bir yerdan ashuna bir gaplarni elib chiqdi bu Xitoyning obzorchilari. Hozir Jan Fonshiko dedi, Rusya Jungo munosabati normal, benormal dedi. Çünkü bir yıllık nefret liniyasi meselesi var dedi. Ya ondan keyin yana boshqa benormallikni to'liq ko'rsatmadi. Fakat aşu nefret dedi, nefret meselesi bunların münasebet benormal dedi. Hazır bugünden başladı geldik. Bütün observatörleri hemisi Rusya Federasyonu Prezidenti Vladimir Putin'in Beijing'e ziyaret kılışı. Bolup mu? Ta'kidlavatkan ta'kidlash
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump tunigun Beijingni ziyorat qildi. Endi ayrilib Jungo'dan o'z vataniga qaytdi. Orada 5 kun o'tdi. Prezident Vladimir Putin qaysi sabablar asosida Beijingga keldi degan mavzu bu ko'proq bo'lyapti vatandosh. Yana bir tarafdan aytsangiz, men endi bu 25 qatim Jungo'ga yetib ketdi. Buni qaysi kundan boshlab hisobladi men tab bilmadim buni vatandosh. Lekin yaqindan beri Prezident Vladimir Putin Beijingni ziyorat qilishga kelganda, uning ziyoratga chiqishdan avval Moskvada yoki Kreml sarayida matbuotga fikr bayon qilib, men bugun Jungo'ga ziyoratga boraman, davlat ishlar ziyoratida bo'laman degan gapini men anlamagandim. Balki xatodir, men bu anlamadim deganim endi hisobda 25 qatimning hammasiga men daxil bo'lolmayman da matbuotda. Bir kun o'tkazdi o matbuot deganda, bir kun keldi o shuni qarab xotirlaysizlarmi? Men bu 25 qatim bo'lsa ya keyingi 5-6-7 qatim Jungo'ni ziyorat qilgan vaqt bo'lsa, hech qachon matbuot fikr bayon qilib, men Jungo'ni ziyorat qilaman. Jungo'ni ziyorat qilish maqsadimizki davlat munosabati, inoqligi, do'stligi, diplomatiya so'zlari. Diplomatik so'zlar bilan jahon xalqiga matbuot orqali topshirib boqqan emas vatandosh. Herkes. Mesela 2024-yılı 5. ayının 16. günü Prezident Vladimir Putin Beijingni ziyorat qildi. Del shu kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyg'uriston masalasiga qarab chiqish nihoyatda jiddiy ketayotgan vaqt edi vatandosh. Robro kelish. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi'de Uyg'uriston masalasi münazara qilinayotgan vaqt, del shu vaqtda Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putinning 5. ayının 16. kuni Beijingga ziyorat qilishi. Shu vaqtmi Prezident Vladimir Putin Xi Jinpingga nima alg'ash keldi so'g'ib qilib desangiz, Rossiyaning demokratik yozuvchisi Chernysheviskiyning nima qilish kerak degan kitobini olib keldi vatandosh. Nima qilish kerak degan kitobini Reis Xi Jinpingning oldiga tashildi. Endi buning simvollik ma'nosi nima? Siz biz bilmaymiz vatandosh. Shu vaqtmi meni demak shu o'g'lim Rossiya prezidenti Vladimir Putin hech qachon xalqaro matbuotga muxbirlarga fikr bayon qilib, men Jungo'ga ziyoratga boraman, davlat ishlar ziyoratida bo'laman degan emas. Bu qatim tuyuqsizlar bu. Alayda video film ishlab yoki matbuot fikr bayon qilib, uni videoga elib jahon matbuotida qo'yib berdi vatandosh. Endi so'zlarning hammasi diplomatik so'zlar. Diplomatiya so'zlar. Lekin shuni qildi. Men sizga demoqchi bo'lganim mana shu. Bugun 19 bizga sizga tugadi, hozir kechida ular. Yo'q, ular kechimi nima kechimi? Ya, sharq vaqti bo'lganda hozir bu prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinpingning suhbati. Balki ular dedi boshchilar yetkazib, birlashma bayonot e'lon qildi. Birlashma bayonot 20-kuni e'lon qilinsa, uningdagi siyosiy muddao maqsadlarni vatandaşlarga tahlil qilamiz vatandaşlar. Endi üçüncüsü bizden hozir sizlarga so'zlaydiganimiz bu nima desangiz? Mavzu bunda vatandaş. Jungo bilan Yevropa İttifaqı münasebeti ciddi yomonlashdi. Hong Kong matbuotlari cho'chiydigan tafsilotlarni e'lon qildi. Mavzuda xabar 5. ayning 19 kuni Erkinlik vaqt gazeti e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Hong Kong Janubning Sahara gazetining oshkorlashicha 2026-yillik Yevropa Jungo munosabati munbiri yig'ini
5. ayının 12. günü Beijing'de çakırıldı. Aslida Jungo Yevropa almashtırishni arzu qiladigan bu yig'in, o'zaro almashtirishni arzu qiladigan bu yig'in bir qachonlik muhokamada sababni tashlab etdi. Yevropa İttifaqı ve Jungo'ning diplomatlari, amaldorlari savdo tangpungsizligi va savdo qo'g'dinishi qatorliq yadrolik masalalar bo'yicha keskin erişti. Hatta ağız bozup tıllaştı. Demek Avrupa, Jungo, savdo münasebeti muşu derece gelse, bular savdo münasebetini Jungo taraf nime dep düşendi, Avrupa nime dep düşendi. Bu hem de savdo, iktisat, siyasetten ayrılmayacak narsa var vatandaş. Ağızını bozup özara tıllaştı. Ötke hafta Beijing Avrupa munbiri, yaki Beijing Avrupa munbiri, yaki Jungo Avrupa munbiri. İki taraf ağız uruşu kılıp qattiq elişti. Öz ara birbirini savdo qo'g'dinish zo'ravonlari deyishdi. Xabarda bunda ko'rsatildi. Munbarda keskin elişti. Suhbat munbiri, yig'in munbarida keskin elişti. Muşu yılın 5 ederek kısmen Avrupa devletleri dahilleri arkadan Jungo'nu ziyaret kılganda taşkarı dünyanın Jungo'yu yüzünüşü deydiğen ümit varlığı bile seliştirganda bugünkü bu vaka öz ara put tipşi kaldırılamaz. Bu vaka Jungo'nun yaki iki taraf savdosының tamponluğuna sel qarağanlığını gendilendirib berdi. Birli uruş kıldılar emas. Hatta Jungo, Avrupa, Jungo savdosidagi tengsizlikka qarata inkas qaytarish kerak bo'ldi. Avrupa inkas qaytardi. Şuna bu başta aytgandek keleki tipişip qoldilar emas. Belki Jungo nima uchun sal qaraydi? Avrupa Jungo savdosiga tengsizlikka nima sal qaraydi degan masalani to'liq gavdalantirdi deydi vatandosh. Avrupa taraf Jungo tarafdan qattiq pozitsiyasidan bek norozi bo'ldi. Bu ish Avrupa bilan Jungo munosabatining jiddiylashganligini aks ettirib berib qolmasdan belki kelgüsü de umumi yüzlük, iktisadi ve soda tokunuşunun aylık geçişini perez kılışkı bulur. Hazır Avrupa ile Jungo oturuşki münasebet, kelgüsü tokunuşka, soda vuruşa aylık geçişini perez kılışkı bulur. Arlatılmış Avrupa bilen Jungo savdoshlariga münasebetlik 3 yıldan bir kişiler her nersin deb kelganda mesela Avrupa bilen Jungo savdosini normallaştırıp Amerikani chetga qish yoki Avrupa bilen savdo qiladi Jungo, Amerika bilen savdo qilmaydi Jungo deganni bozorga solish yoki shu orqali nima maqsadga yetmoq ashuna xabarlar, maqolalar kayni chiqib ketganda bugün endi kelib qaraydigan bo'lsangiz, Avrupa bilan Jungo'ning o'zining o'tirishiga munosabatdan chechak chiqdi degan. Kimki birlashib Amerika qarishtirmoqchi bo'lsa, uning hammasi mag'lub bo'ladi desangiz bo'ladi albatta. Mag'lub bo'ladi. Yuqori darajalik diqqat qilishni keltirib chiqargan bu talash tartish Avrupa Jungo savdo münasebeti çöküp ketemdi. Yoki ikki taraf birga bo'lamdi deydigan munozara munbarida davomlashdi. Munbar ikki taraf alovatli birga bo'lish hamda jafo mushaqqatli birga bo'lish shu g'arazda bo'ladigan bo'lsa hem halovatda hem jafo mushaqqatda Avrupa bilan Jungo birga bo'la olamdi deb savol qo'ydi.
degan orzularni muhokama qilyapti, munozara qilishyapti. Aksicha naq maydonda bir-biriga naq maydonda bir-biriga o'rpaydi. Munosabat jiddiylashib ketdi. Jungo Yevropa savdo jamiyatining boshlig'i Janis Eskelin birinchi bo'lib savdo tangpongsizligining eg'irligini eg'iz qoldi. To'g'ridan-to'g'ri fikr qilib, navbatda Yevropa jungo savdosining ahvoli odatda cho'kib ketayotgan bir kemidek masalasi emas, balki tengsiz sheriklik munosabatidir. 400 metr uzunlikdagi g'oyat zo'r bir savdo parxoti Yevropa qarab yo'lga chiqqanda liq bosilgan kontener 24 ming kontener ni qachalab, parxot 24 ming kontenerni qachalab jungoda Yevropa qarab yo'lga chiqdi. Lekin bu parxot jungoga qaytib ketish vaqtida quruq hech nima qachalamaydi. Quruq qaytib ketdi. So'zning ma'nosi shu yerga shundoq yetdiki vatandosh, tangpungsiz savdo munosabati Yevropa jungodan malbisot import qiladi. Ammo jungo Yevropadan malbisot import qilmaydi. Faqat Yevropaga eksport qiladi degan ma'noni beradi. Bir parxot kontener bosadigan 24 ming. U dengiz okean qatnashi orqali Yevropaga kirib keladi ekan. Yevropadan qaytar chaqda Yevropadan hech narsa bosmaydi ekan, quruq qoldi jungoga qaytadi ekan. Nima keldi xiyolingiz vatandosh? Demak, Yevropani iqtisodiy zulm sistem bilan bozaq qilayotgan gap. Butun Yevropaga iqtisodiy zo'ravonlik qilayotgan gap. Men ishlab chiqaraman yenik sanoat mahsuloti, men ishlab chiqaraman og'ir sanoat mahsulot. Sen faqat bozorda bo'lib berasan, men sana ekilib mollarimni sotaman, sana eksport qilaman, sen faqat bozor bo'lib berishing qala. Bu bahonani o'zim qo'yaman. Bu malbisotning, moddiy buyumlarning bahosini o'zim qo'yaman. Mana bu jungolikning fikri, jungolikning Yevropaga qaratgan iqtisodiy zo'ravonligi. İqtisadi kengaymichiligi. Bundan boshqa narsa emas vatandosh. Demak, o Yevropadan foydalanib Amerika bilan qarshilashmoqchi bo'lgan jungo bugun Yevropani o'ziga dushmanga aylantirib oldi degan gap. Mana bu jungoning taktikasi. Mana bu jungoning siyosati vatandosh. Bugungi leksiyalarimiz mushagicha 19-yilda Prezident Vladimir Putin Beijingga keldi. Men bunun için nazır deb yüzem qarğanım ko'rimildi. Jungoga ziyorat qilishdan burun shundaq matbuot e'lon qilib, men bugun Jungoga ziyoratga boraman deb uftirish e'lon qildi degandek. Bu nima uchun bu qatim shundaq tayyorlik bilan keldi? Beijingda suhbat qanday davomlashadi? Ata birlashma bayonot e'lon qilamdi. Mushu masalaga diqqat qilamiz o'tamiz.